Niso surasining fazilati borasida Rasul akram alayhissalatu vassalomning Niso surasini aynan Ramazon kechalarida o'qiganlari haqidagi hadisni keltirish bilan biz bu boradagi hadislardan birini eslab o'tamiz. Huzayfa ibn Yamoni roziyallohu anhu ning hadislari. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ortlarida bir kecha Ramazonning kechalaridan birida namozda iqtido qildim. U zot Baqarani boshladilar. Bir 100 oyatda ruku qilsalar kerak desam, davom etdilar. 200 oyatda ruku qilsalar kerak desam, davom etdilar. Surani tugatdilar. Keyin davom etib Nisoni boshladilar. Nisoni o'qib tugatib ruku qilsalar kerak desam, yo'q, Oli Imronni ham o'qidilar. Oli Imronni ham o'qib keyin rukuga bordilar degan. Demak, Rasul akram alayhissalatu vassalom Ramazon kechalarida mana bu uzun suralarni namozlarda tilovat qilar ekanlar. Bu hadisni biz Shamoil darsida batafsil o'rganib o'tdik. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom mana shu namozlarida ruku sajdalarni ham uzun qilganlar. Lekin biz hozirgi kunda mana bu karantin sharoitidan kelib chiqib va ko'pchilikning demak holatini hisobga olib ruku sajdalarini yengilroq qilyapmiz, lekin o'zimiz o'qiganimizdan uzunroq ruku sajdalar qilsak yaxshi bo'ladi.